Salom hammaga, sizlar bilan yana men. Biz O'zbekiston terma jamoasi gruppasi bilan futbol sotamiz. Futbolchi olmoqchi edik. Men hozirgacha 2 marta K guruhdan futbolchi ochdim. Ikkalasi ham Kongo futbolchisi. Hozir sizlarga bittadan shuni savdo masaviga ketdi. Allaymiz. Nimaga bu yerga jarzini qo'yilgan sababini hozir tushuntiraman. Mana hozir Bakambu bu menda ikkinchisini sotordimmi, kuchaytirganmanmi? Shu nimadir qilganman, aniq esim emas. Endi ikkita imkoniyat ketgan bo'lsa, 3ta imkoniyatimiz qoldi. 3ta imkoniyatdan to'g'ri foydalanib yutishimiz kerak. Ha, mana jarzini nima kerak? Mana record holders degan narsa keldi. Va unda o'ynasa bo'ladi. Dash sirpasam ketdi. Hiç algılayamaz. Aytgancha Pedro'ni yutdik oldingi o'yinda. Mana biz Jorginhoni yutsa Germano bizga beradi. Jorginho 114-oralni beradi. Hozir bizda 110 bor. Mana shu hammasini yutsak, keyin bizga Jorginho 114 beriladi. Keyin biz exchange qilamiz. Player exchange kirsak, record holders degan narsa bu. Birinchi 114 olamiz. 114 tushgandan keyin 116 ga almashtiramiz. Ikkita record holders tokenga, keyin 16 ni olganimizdan keyin mana 21 Jorginho ga almashtiramiz. Vaqt qanchaligini bilmayman. 14 kun ekan. Do'stlar. Demak, record holders draft keyin agar bitta o'zbekistonlik futbolchini tushirsak, keyin buni ochishni boshlaymiz, lekin bunga 7 kungina berilgan, lekin bunga attiga 14 soatgina vaqtimiz qoldi do'stlar. Shuning uchun biz Jorginhoni olishimiz kerak, kuchaytirishimiz kerak. Match Jorginhoni tushirganman 110 ni. Chunki Jorginho bilan nechtadir gol urish kerak edi. Do'stlar, oxirgi kunlarda videolarga ssenariy topolmayapman va yaxshi bir video ololmayapman. Va hozir bizga mana shu record holdersni strap nima keldi. Birinchi tushmaganda durang o'ynash uchun bitta gol urib olamiz. Diğerle vurdu. İşte oldu. Kavaçma. Neyse tamam. Herhalde oraya tepamiz.
Offset dedi savunma. Offset'ten kirib chiqib keldi. Nima offset ko'rsatamiz? Nega offset bo'lmagan? Birinchidan gol urolmaydi do'stlar. 4 ta gol urdi. Shart bo'lgan. Men do'stlar qo'lim kelishmayapti. Nimadir yaxshi o'ynayapman. Do'stlar meni chiqib ketishyapti. Do'stlar, qaytadan o'ynashim bo'lsa, men yaxshilab qo'lim kelishmasa yaxshi o'ynayman. Keyin aytgancha Ultimate Challenge degan narsa bor. Kecha juda ko'p marta Braziliyani yutishga harakat qildim. Yuta olmadim. Do'stlar, Sloveniya Jarzini bilan birinchi golni urdi. Uchinchi yana 3 ta gol kerak bo'ladi bo'lsa. To'g'ri, topshiriqni bajarib o'tishdi. 3 ta gol kerak bo'ladigan bo'lsa. Bunun kerak bo'lgan vaqtni yutib berishga yordam beradi. Agar hozir ikkinchi golni uradigan bo'lsak, topshiriqni bajarolmaymiz. 4 ta gol urolmaymiz. Balkim Jarzini bilan Jarzinining ikkinchi golini ura olmaymiz. Ya oldin yutadidim, faqat video olish maqsadida to'xtatib qo'ygandim.
Bo'lmasa YouTube bo'ladimi? Lekin Jorginho emas, Simon tushirganim. Bo'ldi bo'ladi. O'rtadan shundagina qo'yib ustidan turdi. Do'stlar, bilmasagamiz 4 ta gol urishga, lekin 3 g'alaba golini urishga. Jorginho ikkinchi yo'lni uradi, bu aniq. Faqat Jorginhoga bermaydi. Chori. Hadi o'zini aybi. Ishkitam. Gol do'stlar. 3 ta gol urdik. Provod. Hatta. Jorginho navbatda. Jorginho ikkinchi gol urdi. Böyle. 4 ta gol urdik. Men birdim do'stlar. Nimagadir qo'lim terlagan deymanda. Xato ketdi. Xato ketdi. Yaxshi, xato ketdim. Sen nima? Roma qaralib buryapman. Ishlamayapti. Qo'lim terlagan. Gol do'stlar. Shuni qaytarsa bo'ldi. Boybekka gol o'tkazib yubordim-da. Tepilmamdi degan. Bo'ldi, sana o'rtaga tep o'zini aybi. Qarama, yutdik. 4 ta gol urdik. Shuni bajardim. Bajardim. Lekin Jorginho urdi. 2 ta gol urdi Jorginho. Bittasini penaltidan urdi, penaltini sirasida. Bittasini o'yinda urdi. Aha. Bajarildi. 4 ta gol urdi do'stlar. Bizga berdi 350 ta olmos, rekord holder, pas, kredit. Attam shundalakdan tashlar kerakchi. Olamiz. Yechin rivalga kiryapti, lekin biz kirmaymiz. Aytgancha start pass yutdi-yu. Kollektor. Shartimiz bizga O'zbekiston chotki turibdi. Men trening nimaligini bilaver. Kelganim yo'q hali treningga. Men ko'rib turibsizlar. Ekran qoraygan.
Con qaraylar. Endi ishla. Ishla. Yo, internet yaxshi. Bo'ldi do'stlar. Ochsam ko'rsataman. 50 ta ranka point beradi. Shu komandalar ichida eng kuchli komanda qaysi? Barselona va Real Madriddan tashqari. To'xtaylik, kechirlar. Adashib ketdim. Nima qilish kerakligini chiqib ketdi. Anchadan beri skill gameslarni o'ynamagandim. Nima yani Rayerson? Jarzinyon o'zi bo'lmasmidi? Ama o'rtasidan o'tishib. Keyin yoqib buni orasidan o'tib, keyin buni orasidan o'tib, keyin buni orasidan o'tib, keyin aktivate qilib, o'rtasidan asta-asta ketaman. Nan do'stlar. Bir marta tegib ketdim. Ataylab emas. Kesli bo'lsa o'rinda. Va mana shu oxirgi match wins the match and score at last one. Bitta gol urdi. Jarzinho bilan urdi. Bitta golni Jarzinho bilan urdi. Farqi yo'q bizga, boshqa bilan urib ikkinchi gol Jarzinho bilan uraveramiz. Kamida bitta gol urdi. Ikkita gol ham uraveramiz. Tushuntiryapti. Do'stlar bo'ki shu nimaga esimga shu skilllar borku, shu skill sotib oldim. Elastikga 5 yulduzli elastikdan sotib oldim, lekin bajaradigan o'yinchi yo'q. Mana qarang. Hozir 121 Jarzinho olsam öyle yapmamak. İşte gol urganimiz bu. Birinchi daqiqa o'yin boshlanmoqda. To'xta, Jarzinho bilan gol urolay. Pas berdim to'p. Yaxshilab sentrga qaytib turib uzoqni. Oy, bitta qo'ydim shunday. Oyog'im ishlamayapti to'g'ri. Jarzinho. Dan gol emas. Pickford. Konsa. Ray, sen gittin mi? Saka.
3 gol. Out. Gol do'stlar. Jarzinho bilan gol urdi. O'ta to'g'ri bajarildi. Angliyada imkoniyat ko'rmadi do'stlar. 78 daqiqa bitta gol urdi. Bitta gol urdi. David yana bitta gol. Jarzinho. Reality de alabo zoru push ko'ramiz. Bitta Şöyle oğlum. İşim olsun. Şu gol bu muydu? Ben diyorum, ben bilemem. Jordan Garcia vertere tursa, qanday gol ko'rsa. Jordan Garcia almashtirishimiz kerak to'g'ri. To'g'ri o'zi kuchaytirib bergan desalar deyishlari mumkin, lekin baribir de 118 dan ko'ra yetma. Aynan orqadan ushlab kelyapti. Zarba gol. Pickford Süleyman tashqariga chiqdi. Darvozadan gol kirib ketdi. Yutding. Do'stlar. Topshirgan bajarildi. Atkinchi draft voucher berildi. O'zbekistonlik futbolchi ochamiz. Mana. Next chapter. Qilamiz. Do'stlar, hala o'ynarkanmiz deyman-da. Mana chiqdi. Ikkinchi berarkan yaxshi. 6000 ta olmash kerak ya. 15 ta. Bundan qancha beradi? 30 ta beradi. Hozir ishlamadi ekan shunda. Biz faqat Jarzinho to'plashni yutibdi-ku, hozir. Mayli do'stlar, hozir bitta o'zbekistonlik futbolchi ochishga harakat qilamiz. Negadir internet ishlayapti. Video ancha baland katta bo'ldi. Deb qilamiz. Start bostiramiz. Live. Vera. Aytgancha buni tugatdik. Demak, bu start pas ishlamasa, demak, hozir kiramiz. Yo'q. O'zbekistonlik futbolchi olishimiz kerak. Baland Shomurodovdan ko'ramiz. Mana nima? Roulette agar yutsak. Roulette. Knell and point to heaven. Chip shot. Nima degan? Zarbani tepaga qarashi bo'ydan oshirib berar ekan. Bismillah degan holda ochamiz, mana do'stlar. Bismillah, davay. Yes, do'stlar, Sergeyev tushdi. Mana 3 tada 3-imkoniyatimizda Shomurodovni kutgandek
Sergeyev tushdi. O'zbek futbolchisi bor. Endi bemalol men shartni bajargan hisoblanaman va endi biz rekord holdersni o'ynab bemalol Van der Sarni tushirsak bo'ladi. Qarayman. Playlist rush out kerakli vaqtda darvozadan yaxshi chiqadi va qo'l to'pni qaytarib yuboradi. Lan do'stlar. Mubin bo'lar ekan. Oblak, Kropi, Pavlovich, Foden, Gaya. Pulbada uncha futbolchi ko'pmas ekan. Rekord holderlar. Video shu joyda tugaydi do'stlar. 2332 tanga bo'lgan. Ertaga yana bitta draft voucher sotsa bo'ladi 2000 ga. Chunki arzonlashtirib berilgan holda. Menimcha ertalab hamma o'yinni ko'rdi. 3-1 ga yutqazib qo'ydi. Men TV Pick Plus 119 futbolchi tushishi mumkin. 113 dan 118 gacha bo'lgan futbolchi tushishi mumkin. 15 mingga, bizda 14850. Agar ertaga 200 tushadigan bo'lsa 15 ming bo'ladi. Keyin Trivia Plus ulardan olsa keyin 3200 ga ham ochamiz. Xayr do'stlar.